Baron degan kinoda bosh rollardan birini ijro etgansiz. Lekin nimagadir Baron 2 da siz yo'qsiz. Nimaga? O'zimni shaxsiy fikrimni aytaymi? Yo'q, siz nimaga yo'qsiz? Bu borada har xil gaplar bo'lib ketdi-ku. O'shaning uchun biz mana o'zingizdan so'raymiz. Balki o'sha rejissyor bilan qanaqadir kelishmovchiligingiz bo'lganmi yerda? Baron 2 da. Yo'q. Yoki gonoraringizni 2 barobar etib yuborganmi? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Men o'sha yerda birov yonini olib qo'yganman-da. Yaxshi ma'noda. Gruppani, mana xuddi mana shunaqa operatorskiy gruppani yonini olib qo'ydim xolos. Menga hech kim hech narsa yomonlik qilmagan, ugroza ham bo'lmagan. Men xafa bo'lgan jihatim, допустим, deylik, men aktyorman, endi meni podobay shu qayerdadir kutib olish kerak degani emas-da. Men alhamdulillah любой sharoitga ko'nikib ketaman. Chunki gap anu qiyinchilikda emas. Shunaqa odamman-da endi. O'sha yerda kichkina bir narsa bo'lganki, operatorskiy gruppa, yana qaysidir gruppa yomon emas, просто ishlamaydigan joyga joylashtirib qo'yishgan. Qanaqadir sanatoriymi u, esimda yo'q. Ovqati yaxshi emas ekan. O'shani men eshitib qoldim. Men birga o'tirasiz-ku, biz zo'r xonada yotuvdik. Men aytdim, iloji qilaylik, bularni ham yaxshi joyga joylashtiraylik desam, o'sha yerda ozgina nizo kelib qoldi-da. В итоге men ularni yonini olsam, ular yo'q, hammasi zo'r devorsa bo'ladimi? Voy, shunaqa g'alati bo'lib qoldim men.